Aytsam tilim, aytmasam dilim og'riyapti aziz qadrdonlar. Ko'pchilikni kuldirib, ko'pchilikka so'z ustaligi bilan qalbidan joy egallagan meni ustozim, ustoz Ukuy Chingiz bugun 1-aprel kuni olamdan o'tib qolibdi. Oxirati obod bo'lsin, joyi jannatda bo'lsin. Yaxshi odam edi. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Hozir biz mana o'g'aylar bilan Sirrochniga bilet olib Rossiyaga, Peterga qarab uchyapmiz. O'zimiz ko'mib qo'ymasak uni bir ko'mayotgan odam ham yo'q. Yaxshi odam edi, haqqiga duo qilib bittadan like bosib qo'yinglar. Mana shu bosgan like'laring oxiratda uni jannatlarga ato qilsin. Instagramga joylab qo'yaman hozir. Qanday bo'lib o'lgandi, ishlayotgan payti ustiga arra tushib ketdi benzapila. Hamma duo qilib qo'ysin o'g'alar. Chingiz o'lib